Haqiqatan ham dunyoning eng oldi aeroportida yuribmiz. Buni ko'zini qaranglar nechta robotni. Bu pol aeroportda tozalab yuribdi. Mana. Voy. Singapur aeroporti haqiqatan ham umuman o'zgacha. Men bunaqa go'zalligi ko'rmaganman. Mana bilan qaranglar. Xullas, shu aeroportni men to'laqonligicha sizlarga ko'rsatmoqchiman, obzor qilmoqchiman. Nima deysizlar? Qiziqmi? Olamizmi kontent? Osiyoning eng qimmat shahri Singapurga xush kelibsiz. Bu yoqda shahar umuman o'zgacha. 65 yil oldin ko'rib turgan shahriylar o'rnida oddiy bir botqoq va pashshalardan o'zga hech narsa yo'q edi. Lekin hozirda esa bu joyda har 10 tadan bitta odam dollariy millioner hisoblanadi. Bundan tashqari, bu yoqdagi eng o'rtacha oyliklar hajmi 6,5 ming dollardan 8 ming dollargacha. Eng og'ir qonunlar mamlakati ham aynan Singapur. Va bu davlatda umuman korrupsiya ham yo'q. Singapur dunyoga tozalik va baland noodatiy binolari bilan tanilgan. Va aynan shu davlatda hozirgi kunda dunyodagi eng chiroyli aeroport ham joylashgan. Singapur dunyodagi eng boy mamlakatlar reytingida top 3 talikka kirgan. Xullas, bu davlatda siz kambag'al insonni uchratmaysiz. Mana texnologiyalar olami. Ovorizini qaranglar. Ha, aksantni endi olyapti. Ikkinchi robot уже ovqatni qo'yib kelyapti. Voy, qoyil lekin. Bunisi ham mana qaytyapti. Ovqatni berdi. Men kelishim bilan to'xtadi. Haqiqatan ham kelajak shahri. Qoyil. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Singapur umuman boshqa dunyo. Mana bular odammi? Odammi mana bular? Hello. Qarab yordi buni qarang. Bu ham mayli, ana u ikkita o'tirganini qaranglar. Sevishganlarni. Kiyinishni ham qaranglar. Qoyil. Bu ham bir madaniyat bo'lsa kerak edi. Shahar rostdan go'zal. Rostdan yoqdi menga. Umuman boshqacha. Торговый sentrni ham qaranglar, qanaqa? Продуктовый magazin. Videolar qiziqarli bo'lyaptimi? Sayohatimiz bu safargisi boshqacha bo'ldi, ha? Singapurda metro qismida odamlar bekor o'tirmas ekan. Hammasi o'ynaydi, har xil trendlar oladi, xuddi men bular kabi. Onasini o'zi. Hamma trend mana shu yoqdan chiqarganda o'zi. Mana shu akamizlarga gap yo'q, men bu kishi o'yinni o'rgatyaptilar. Mana shu aqltoy o'zi hech nimani bilmaydi qizig'i. Bu ustoz olgan bu. Menga qarang, o'rgatadi sizga. Mana men bu kishini ham qaranglar. Buni o'zi bilmayapti. O'rgat. Bu o'rgatyapti aka. Mana shu yerda 4 ta odam yig'ib o'rgataymi? Qoyilligi. Hamma trenddan shu yoqdan chiqarganda o'zi. Bular yotib oldi. Qoyil. Metroga kirish uchun 10 dollar xarajat qildik. Narxlarni sezyapsizlarmi, qanaqa qimmat? Mana shu yerda 10 dollar turadi. Taksida yurish aka necha pul? O'rtacha bir 4-5 kilometrga 25 dollar. 4-5 kilometrga 25 dollar oladi. Narxlar rostdan qimmat. Oddiy suvlar 2 dollar, 3 dollar. Ovqatlanish 2 kishiga o'rtacha 50 dollar bo'ladi. Plus iloj yo'q. Yo Singapur. Yevropa qimmatmi bu yo'qmi? Kommentariyada yozib yuboringlar o'zingizlar. Aytmang. Mana shu BYD Singapurda 200 ming dollar desam ishonasizlarmi? Mana shumi? Mana narx. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu yoqda narxlar shu darajada qimmatki, onasini hamsin 200 ming dollardan oshiqdi men bu hozir. Bu Singapur dollari arzimagan summa farq qiladi. Shu dollar bilan bir xil 220 ming bo'lsa, oddiy dollar pulida 200 ming dollar bo'ladi. Rostdan qimmatda. Ha, salonlari ham o'sha. Singapur shunaqa davlatki, ekologiya yaxshi bo'lishi uchun mashinalar narxini kosmos qilgan. Oddiy misol, Kia Sorentoni kecha narxini bildik, 220 ming dollar dedi. Ishonmadi. Shuning uchun mana BYD avtosaloniga kelib narxlarni ko'rdik. Xullas, shu ahvol 200 ming dollarga BYD sotib olarmidingiz? Yozib qoldiring. Sizlar ham mana shu muzqaymoq Sherzda kamdek haqiqiy deb o'yladinglarmi? Bu haqiqiy emas.
Mana, Misqalmoq sotadigan joyga kelganmiz. Godiva brendi rostdan mazali deyishdi. Shuning uchun bir tatib ko'rgani keldik. Mana qaranglar. Rostdan ham haqiqiy. Marketing o'zini shunaqa yorib yuborishganki, buni ko'rib prosta shunday yeginglar keladi. Donasi bizani pulga xullas 90 ming so'mdan ekan. Ta'mini ko'rib aytamiz, arziydi yoki yo'q. Las Vegas Sands kompaniyasi direktori 2006-yili 8 milliard dollar evaziga qizi uchun ortimdagi Marina Bay binosini 4 yil davomida qurgan. Hozirgi kunda ushbu binoning ichida 500 ta stol va 1600 ta avtomatlar bilan jihozlangan gigant kazino mavjud. Undan tashqari 2561 ta xonalar bilan jihozlangan mehmonxona, 150 metrlik butun shahar ko'rinadigan panoramli basseyn, savdo majmuasi va ko'plab biznes sentrlari bor. Ushbu binoni siz ham o'z ko'zingiz bilan ko'rishga niyat qilgan bo'lsangiz, kommentariyada niyat so'zini qoldiring. Va videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta dona like qo'yamisiz degan umiddamiz. Taxminan 65 yil oldin Singapurda botqoqdan tashqari hech narsa bo'lmagan. Alloh bergan kallani mukammal ishlatib, ular nima qilishdi? Hech nima bo'lmagan davlatda kelajak davlatini barpo etishdi. Bularga umuman neft ham, gaz ham va tabiiy boshqa boyliklar ham yordam bermadi, sababi bularda yo'q bu narsalar. Dunyodagi barcha biznesmenlarni jalb qilib, Singapurga investitsiya qilishdi. Va siz o'ylagan nima uchun kerak bunaqa binolar degan joylaringizni bular maksimal ravishda reklama qilishdi. Oddiy misol, yoshligimizda Microsoft kompyuterini yoqayotganimizda aynan Singapurdagi binolar chiqib kelardi. Va daftarlarimizning obloshkasida ham aynan Singapurdagi binolar ko'ringan. Va o'sha zahotiyoq biz ulg'aysak agar albatta shu joylarga boramiz deb niyat qilardik. Va hozirgi kunda bizdek niyat qilganlar milliardlar bo'lib, Singapur turizm uchun eng oldi davlatlardan biri bo'ldi. Va ekonomikasi hozirgi kunda dunyoni eng boy davlatlari reytingida top 3 talikda turadi. Bu yoqda umuman hozirgi kunda kambag'allar yo'q. Sababi eng kam ish haqqi 6,5 ming dollar. Ushbu joyga kelib yasharmidingiz? Menga baribir O'zbekistonimiz ko'proq yoqadi, to'g'risi. 68 million dollar sarflanib, DNK shaklidagi piyodalar o'tishi uchun qurilgan most, ya'ni Singapurning Helix mosti. Odam DNKsidan ilhomlanib qurilgan bu most 2010-yili qurilib, o'sha yilidayoq butun dunyo arxitektorlari tomonidan dunyodagi eng chiroyli va eng qimmat most deb tan olindi. Ushbu mostni o'zingizni ko'zlaringiz bilan ko'rishingizni tilab qolaman va ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bittagina like. Biz Sulton Husayn masjididamiz. Bu masjid 1900-yillarning boshida qurilgan bo'lib, Sulton Alavuddinning nabirasi Sulton Husayn tomonidan qurilgan. Masjid 2 qavatdan iborat bo'lib, pastdagi qavatda erkaklar va ikkinchi qavatda ayollar namoz o'qishadi. Pastki tarafida mana shunaqa tahoratxonaga ko'zingiz tushadi. Va masjidning oldi tomonidan erkaklar kirishadi, orqa tomonidan esa ayollar kirishadi. Masjid Singapurdagi eng chiroyli va eng katta masjid deb hisoblanadi. Va masjidning ichiga 5000 ta odam bir vaqtda o'zida jamoat bo'lib namoz o'qiy oladi. Singapurdagi Changi aeroporti bu aeroport emas, butun boshli attraksionlar shahri. Dunyoning eng yaxshi aeroporti 12 yildan buyon aynan shu. Kirishingiz bilan 40 metr balandlikdagi dunyodagi eng katta yopiq sharshara Ryan Vortex sizni hayratda qoldiradi. Ichida haqiqiy o'rmon, tropik bog'lar, kapalaklar uyi, o'yin attraksionlari, bepul kinoteatrlar, massaj kreslalari hammasi yo'lovchilar uchun tekin. Travel markazi esa Singapurning eng mashhur joylaridan biri. Shisha gumbaz ostida bog', ko'priklar, restoranlar, butiklar hammasi bitta joyda. Changi bu aeroport emas, bu kelajak qanday ko'rinishini ko'rsatib turuvchi joy.